Bugun qo'qonliklarning savdogarlik ilmi va mahorati haqida ko'pchilik yaxshi biladi. Ammo bu kuchli an'ana qayerdan boshlanganini bilasizmi? Yoqubxo'ja Eshon 1864-yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan. U o'z davridan ilgarilab yashagan yirik savdogar va ma'rifatparvar inson edi. U Buxoroda tahsil olib, ilm va tijoratni birlashtira olgan kam sonli shaxslardan biri sifatida tanildi. Uning fikrlashi oddiy savdogarnikidan ancha keng bo'lib, iqtisodiy jarayonlarni chuqur anglagan, zamonasidan oldinda harakat qilgan inson edi. Yoqubxo'ja Eshon Nursukdan Bag'dodgacha bo'lgan keng hududlarga egalik qilgan. Bu yerlarda paxta yetishtirilib, uning savdo faoliyati uchun mustahkam xomashyo bazasi yaratilgan edi. Shu asosda u yirik savdo tizimini shakllantirdi. O'sha davrda andijonlik Mirkamilboy birinchi o'zbek millionerlaridan biri sifatida tanilgan edi. Yoqubxo'ja Eshon aynan shu darajadagi savdogarlar bilan hamkorlik qilib, Rossiya, Turkiya va Yevropa davlatlari bilan keng savdo aloqalarini yo'lga qo'ydi. Tovarlar, poyezdlar va kemalar orqali yetkazilar, savdo esa xalqaro miqyosda olib borilardi. Uning faoliyati shunchalik keng va ta'sirli ediki, hatto Turkiya gazetalarida ham uning nomi tilga olingan. Bu esa uning nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham tanilganini ko'rsatadi. Yoqubxo'ja Eshon moliyaviy tizimni ham chuqur anglagan. U Yevropa savdogarlari bilan hisob-kitoblarni bank tizimi orqali yuritgan va bir nechta davlat banklarida, jumladan Shveysariya banklarida ham hisob raqamlariga ega bo'lgan. Uning mulklari Krim, Praga va Chexoslovakiya hududlarigacha yoyilgan edi. Bu esa uning iqtisodiy kuchi va ta'sir doirasi qanchalik keng bo'lganini ko'rsatadi. Yoqubxo'ja Eshon nafaqat boy savdogar, balki ma'rifatparvar inson ham edi. Qo'qon shahrida madrasa va masjidlar qurdirib, ilm va ma'rifat rivojiga katta hissa qo'shdi. U adabiyot va ijod ahliga ham homiylik qilgan. Qo'qonlik shoir Muhsiniy esa uning saxovati haqida she'rlar yozgan. Yoqubxo'ja Eshonning hayoti boylik bilan emas, balki tafakkur, saxovat va qoldirgan ulkan merosi bilan qadrlanadi. 1917-yilda Andijon shahrida vafot etdi. Ammo uning avlodlari bugungi kunda ham uning izidan borib, O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya kabi davlatlarda yashab kelmoqda.